Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana ustamiz bilan 2 kunda urinib kasharga oqib qishlar sharoitida suv chiqardik. Hozir suvimiz tinish jarayonida, mana ko'rib turibsizlar. Birinchi tosh, shag'al aralash chiqqan, hozir tinib gilos suvga aylanmoqda. So'z qolganini usta akadan so'raymiz. Assalomu alaykum usta aka, yaxshimisiz aka? Va alaykum assalom. Charchamayapsiz so'g'lar bilan? Yaxshi, rahmat. Aka, hozir bu turbamiz necha metr qoqildi aka bu qishloq sharoitida hozir? Boshida biz 12 metr qoqqandik. 12 metrda chiqmadi. Aha. Chavora bo'ldi, chiqmadi. Turbani qayta sug'urishga qildikda 9 metrga ko'tardik. Metrda suvni chiqarib oldik. 12 metrda chiqmadi. Endi bu degani hozir kim suv chiqarmoqchi bo'lsa, misol 10, 11, 12 ga qo'ygan bo'lsa, hamma joy sharoitlar har xil. Endi biz 12 metrdan chiqmaganligi uchun 9 metrga qaytarib 9 metrdan suvni chiqarib oldik. Mana hozir endi bizda natija bo'ldi. Suvimiz tiniq chiqdi. Endi yana bir tomonlari bor. Misol 12 metrda chiqmayib, bizda 9 metrda chiqqan bo'lsa, bir joylarda chiqmasligi ham mumkin. Dash qoqilaveradi. Necha metrgacha qoqilar aka u? Misol mana oraliq masofasi 4-5 metr bo'lar ekan. Boring, misol 12 da chiqmagan bo'lsa, 15, 16, 17, 18, 19 da masofalarda chiqadi. Oralig'i 4-5 metr har bitta oralig'i. 17 metrda chiqmasa, yog'i ketaveradi, darsh ketaveradi. Boshida shag'al arash chiqib oladi endi. Boshida mana sizlarga pakas. Hozir biz suvni tiniqlashtiryapmiz. Mana qum bilan chiqyapti. Shag'al aralashtiribdi hozir. Shag'al aralashtiribdi. Mana shuni biz tozalab olyapmiz. Tozalab olyapmiz. Keyin o'zi bundan keyin EPA motorimiz bor, 550 talik. 550 talik, ha. O'shanga ulaymiz, aristronlarga montaj qilib yuboramiz. Biz faqat mashqumlarni yo'qotishimiz kerak. Hozir aka, hozir nasosga ulangan, kranga ulangan suv nasos eski nasos ekana. Birinchi ash nasosni chiqarib olish kerak kachalkalikda. Birinchi o'rinda oddiy ruchniy kachalkalikda chiqarib olasiz. O'zi kompressor bilan otib chiqarib oladi layqalar. Bundan keyin o'zimiz mana birinchi nasoslarimiz bor, kachalkalik. O'shunda chiqarib olyapmiz hozir. Keyin undan keyin EPAga ulasa bo'laveradi. Ular yo'qolgandan keyin EPAga ulanaveradi. Uni ichidagi filtrlar qanaqa aka? U tosh tushib qoladimi? EPAda o'zining обратный klapining setkasi bor. Setkasi ancha-muncha qumlar tushib qoladi-yu, lekin baribir qumni tozalab olishga birinchi qatorda. Birinchi o'rinda qumni tozalab olsangiz, keyin EPAga ulasiz bo'laveradi. Обратный klapining vazifasi qumlar tushib qolish. Agar qum o'tib ketadigan bo'lsa, motorda kirchatka degan narsa bor. Kirchatkaga qisib qolib, motor to'xtab qoladi. Kuyishga olib keltiradi. Akaxon, rahmat, charchamang. Sog' bo'ling. Akalar, mana kechalga qoqqandan keyin nasos qo'ymoqchi bo'lsa, yana bir usuli bor. Usta akadan mana bir so'raymiz usta akadan. Aka, buni filtri shu yerda bo'ladimi aka? Xuddi mana shu yerda bo'ladi mana. Xo'p, ochib bir bilmaganlarga bir bo'shatamiz. Setkali bo'lar ekan aka, mana ichida. Mana setkani olamiz. Mana shu narsalarda qum, shag'allar ushlab qoladi mana shu narsa. Ushlab qoladi. Biz bunga qo'shimcha nima qo'yamiz? Oddiy machalka deyiladi. Ya bo'lmasam idish tovoq yuvidan gubkalari bor. Buni ko'pchilik biladi. U sharoitda qilsa bo'lar ekanda aka buni. Mana bu narsani gubkadan olingan narsa. Qo'shimcha qilamiz. Qo'shimcha qilib turib solamiz. Mana ancha-muncha tosh shag'al ushlab qoladi endi chiqib qolsa ham. Ключакida поставил. Ana shu narsa. Mana aziz obunachilar, biz podval issiqroq bo'lgani uchun 500 talik suv bachoy qo'yganmiz. Bu suv bachoy ichimlik suviga mo'ljallangan 500 talik. Keyin yana yoniga qo'shimcha sifatida yer osti suvini
turbasi keltirilgan mana. Mana EPA motor ham qo'yilgan mana 550 talik. Hozir usta akadan so'raymiz. Usta aka, nimaga bu yerga ikkita kran qo'ygansiz? Kranni ikkita qo'yishimiz sababi, xullas mana EPA motorlarni qo'yib oldik. Undan oldin sumkamizda yog'da suvlar chiqarib bo'lgan bo'lsak, mana EPAlarni qo'yib oldik. Ikkita kranni qo'yishdan sabab, bittasi yer osti suv kelyapti. Aha. Yer osti suvi kelyapti. Bittasi ichimlik suvimiz. Ha. Xo'p, vaqt kelib ichimlik suv to'xtab qolganda, Aha. yer osti suvidan foydalansa bo'ladi. Shuning uchun ikkita kran qo'yilgan. Ikkita krandan bittasini bekitib qo'yiladi. Vaqt kelib suv yo'qolib qolganda ichimlik suvi. Ichimlik suv bo'chgani shunday krandan bekitiladi-da, yer osti suvidan foydalanaveradi. Ha. Qachonki ichimlik suv kelib qolganda, yer osti suvini krani bekiladi. Ichimlik suvdan foydalanaveradi. Shu ishimiz ikkita rejimda foydalanadi-da, shu ish. Ikkita rejimga qilib qo'yganmiz. Ham yer osti suvi, ham ichimlik suvi. Shu EPA motorlar o'zi avtomatik tarzda bo'lib uzataveramiz suvlarni ichkariga. Faqat krandan bekitib qo'ysangiz bo'ldi. Bitta suvingiz yo'qolib qolganda bekitib qo'yasiz, ba'zan bitta suvingiz tortaveradi. Shu asosiy shu motor ikkala rejimda ishlayveradi. Hozir motorda podvalga qo'yishdan maqsad demak issiqroq tutiladi endi. Kunda muzlamada issiqroq turadi. Shu